Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysli avtobusimiz Abu Sahiy avtovokzalidan kim ketmoqchi bo'lsa, Toshkent shahri Abu Sahiydan primoy reyslar dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga shunaqa sifatli reysli avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol bexijolat aka-ukalar ekranga ishonch raqamlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi aka-ukalar. Ko'p kunlarda sifatli reysli avtobuslarimizda mana bemalol bexijolat aka-ukalar. Shunaqa ya'ni sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda ishonch raqamlar telefon qilinglar, bog'laninglar. Mana avtobusimizni shart-sharoitlarini ham ko'rib turibsizlar. Har bitta sidinaning orqasida o'zining zaryadka uskunalari hamda ikkita monitor, 3 ta kamerasi 24 soat davomida ishlab turadi, hamda ikkita shofer hamda bitta stajyor har 4 soat, 5 soatda almashib haydashadi do'stlar. Shunaqa sifatli avtobusdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, telefon qilinglar. Batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan o'rganinglar do'stlar.